Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi dastlabki jarayonimiz Amdara tumani Amir Temur yig'latini bo'ldi. Jolon akamizga 250 kvadratlik 25 kilovat universal aqlli kotelimiz. Bu uchlik idishlardan qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Bunun komplektida ventilyator, qo'sha reduktor, motor ve miyelari var. Bunkerlarimiz yedek idishlardan qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Tozalash joylari qo'yilgan. Mabodo shinek tig'ilib qolsa, mana shu joydan shu qopqoq olinib, shinek ko'rilib tozalanadi. Bu her doim bo'lavermaydi. Bu ko'mirning arasında taş ketib qolsa, taş qisib qolsa, ana shu vaqtda ochib tozalanadigan joy bu. Xohlasangiz bu joyni iri o'tin, iri ko'mir solib yoqsangiz bo'ladi. Bu yonib turishini, gerilgani ko'rish joylari. Bu tozalash qopqog'imiz. Orqasida ham tozalaydigan joylarimiz bor. Eshiklarda regulirovka joylar qo'yilgan. Kimga shunday kotellar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amdara tuman Mang'it shahri Eski Paxtazod ichida. O'zimizga aloqa chiqib kelaverasizlar.